qizil achchiq apelsin qalqondori Onidiella auranti maskel 1879 teng qanotlilar Homoptera turkumi qalqondorlar Diaspididae oilasiga mansub bo'lib, sitrus ekinlarining xavfli zararkunandasi hisoblanadi. Bu tur tropik va subtropik iqlim sharoitidagi Avstraliya, Okeaniya, Afrika, Meksika, AQSh, Argentina, Braziliya, Galapagos orollari, Chili, Palearktika qismlaridan oziqa o'simliklar bilan birga keltirilgan bo'lib, Yevropa davlatlari Ispaniya, Italiya, Kipr, Fransiya, Gruziya, Abxaziya, Adjariya bunga misol bo'ladi. 1879-yilda birinchi marta Yangi zelandiyalik siyosatchi va entomolog Uilyam Maylson Maskelon tomonidan ma'lumot berilgan. Qalqondor juda ham mayda, uning diametri 2 mm ga yaqin, urg'ochisining tanasi dumaloq yoki yassi, erkagi yassi, tekis, asosiy tusi qizgishiga rang yoki qizgish sariq. Voyaga yetgan erkagi mayda, sarg'ish, ikki qanotli, 6 soatga yaqin yashaydi va juftlashgandan so'ng nobud bo'ladi. Ular otalanmagan urg'ochilarni jinsiy hid orqali izlab topadi. Isroil mamlakatida 4 tadan 8 tagacha avlod beradi. Tirik tuguvchi tur bo'lib, Kaliforniyada urg'ochisi o'rtacha 70 tagacha lichinkalarni keltiradi. Bir nechta oilaga mansub turli xil o'simlik sharbati bilan oziqlanadi. Hamma xor, mevalar, barg, shox va poyalarda uchraydi. Juda ham ahamiyatga ega bo'lgan ekinlarni apelsin, limon, achchiq apelsin, yapon xurmosi, anjir, olma, uzum, palma, banan, mandarin va boshqa turdagi zararlaydi. Tabiiy sharoitdagi dushmanlari har xil areal qismlarda farq qiladi. Tekinxor hasharotlar guruhiga mansub Aphelinus africanus, Aphetis, Tamperiella bifasciata, Intarsia, Habrolepis ro'hi signibxora fax. Lar va yirtqich hasharotlar orasida Alirodotshrips fasciapennis, Chilotorus, Triptolaemis monotrouzeri, Hemisartoptes malus kabi turlarni misol qilish mumkin.